harakatni to'xtatma. Maqsadingga yetasan. Boss, bu lavina. 3 ta ishtirokchi dachaga qamaladi va shu kun oxirigacha ular dachadan chiqishi mumkin emas. Va eng qiziq joyi, ularda pauza pulti bor. Ya'ni bu pult bilan kimnidir qotirib qo'yib, u bilan xohlagan ishini qilsa bo'ladi. Agarda pauzaga tushgan ishtirokchi o'yin shartini buzib, qimirlab ketsa, qolgan ishtirokchilarga 10 million so'm berish kerak bo'ladi. Va qani ko'ramiz, bu pult yordamida qanaqa jinniliklar qilish mumkin. Yordam! Va albatta o'rtoqlarim, xuddi shu paytda YouTube kanalimga obuna bo'lib qo'yinglar. Chunki men tez orada o'z YouTube kanalim obunachalarimni o'z videomga chaqiraman va ular meni videomga qatnashgan holda millionlarni yutib olishi mumkin bo'ladi. Ya'ni siz nafaqat meni videolarimni mazza qilib ko'rishingiz, balki meni kanalimga obuna bo'lgan holda millionlarni yutib olishingiz mumkin. Va o'rtoqlar, har doimgidek obuna bo'lmaganlar ko'p, shuning uchun ham bemalol obuna bo'linglar. Chunki men bu yil 2 million bo'lishim kerak. Shuning uchun ham hozir pastga tushib qarang. Haligacha obuna bo'lmagan bo'lsangiz, hoziroq obuna bo'lish knopkasini bosib qo'ying. Bu videoda biza pauza challenge olamiz. Ya'ni bu videoda bizada mana shunaqa pult bo'ladi va qaysi omadli ishtirokchi mana shu pultga egalik qilib, boshqa ishtirokchilarga qarab pauza knopkasini bossa, o'sha odam mana shu qotib qolish kerak bo'ladi. Yo'q, qotgim kelmayapti. Paqtib, ovozini o'chirib qo'ysak bo'ladi. Va keyin esa biz bu bilan xohlagan ishimizni qilamiz. Masalan, prosta tak, ustidan suv qorishimiz mumkin yoki basseynga o'tirishimiz ham mumkin. Ya'ni pauza challenge o'rtoqlar, hammaylar siz tiriling. Va eng muhim qoidalardan biri, masalan, men sizni pauza qilib qo'yganimdan keyin maqsudni ham agar men pauza qilgan kelsa, siz erkinlikka erishasiz. Matqillam. Ya'ni bitta pauza pulti bittagina odamni qotirib qo'ya oladi. Men o'ylashim bo'yicha o'rtoqlar qoidalarni tushundinglar va endi bo'lmasam boshlanishiga bu pult mana shu 3 ta ishtirokchidan qaysi biriga tegishini aniqlaymiz. Va bu uchun bizning sirli qutimiz bor. Va bu sirli qutidan Sardor Shtayn tanlaydi. Men o'zi bu videoda asosiy maqsadim Omonxonni yaxshilab qiynab tashlash. Okay. Hozir bilaman, pult menga tegishli bo'ladi, menga tushadi. Va buni hozir qo'ldagi qog'ozdan bilamiz va birinchi bo'lib pult. Voy! Yo'q! Demak, bizani mana shu pauza pultimiz Sardorga tegdi. Ana endi Sardor xohlagan odamini pauzaga qo'yib, xohlagan ishni qila oladi. Sardor, lekin men sizni hurmat qilaman. Shunchaki menga yomonlik qilmang. Biza esa maqsad qochishimiz kerak. Baqiramiz, yashirib olamizmi? Ketdik, quriymiz. Birinchi bo'lib albatta Omonxonni qotirib turib, ustidan izdivosiya qilamiz. O'rtoqlar, Sardorda pul men derazadan qochishim mumkin. Chunki o'rtoqlar, Sardor menga yomonlik qilasiz. Voy, tushib ketasiz. Qani ular? Bitta emas. Yaxshimisiz siz? Yaxshimi? Sardor, rahmat. Men siz bilan gaplashmoqchiman. Meni asosiy maqsadim bu videodagi Omonxonni yaxshilab qiynab, ustidan izdivosiya qilish. Bunaqa qilinglar. Har xil yo'llar bilan. Bunaqa qilinglar. Bo'ldi, meni qiynamasangiz bo'ldi. Maqsud, meni sotma. Ovoz o'chsin. Men bilasizlarmi, dachaga birinchi boy kirganimda ko'zimga birinchi tashlangan narsa bu basseyn edi. Basseyn bilan bog'liq nima o'ylab topishimiz mumkin? Basseynga o'tiramizmi? Ket. Va Sardor bilan Maqsud meni suvga tashlash uchun basseynni oldiga ko'tarib olib chiqishdi. O'rtaga yotqizamiz birinchi. Davay, kiyimini ham yechib tashlaymiz. Davay. Ko'rib turganinglardek, Omonxon qotib qolgan hozir. Pauzada turibdi. Cho'kib bo'lmasligi uchun pauzadan chiqarib turib, keyin sinazib tashlab yuboramiz. Chunki bu hali tirik kerak menga, men buni anchagina qiynashim kerak. Ko'taramiz, 3 gacha sanab, 3 deganimda otamiz. Bo'ldi. Cho'kib bo'ladimi? Meni ishim emas. 1 2 3 pauza yo'q. Bilay! Ani o'rtada qiyman bu Sardor. Ber bu yoqqa pulni bilit. Pauza. Nima qilasan? Hech narsa qilolmaysan. Pauza o'chirildi. Pauza. O'chirildi pauza. Mayli, yetadi. Hozircha yetadi. Inshaalloh. Bu hali boshlanishi. Пока что bilyard o'ynab turamiz. Agar men yutsam sizni, menga pulni berasiz. Pauza pultimi? Da. Yuta olmaysan lekin. Davay, shuni sinab ko'ramiz. Davay. To'la, videoni boshidan Sardor men jahlimni chiqardi. Ustiga futbolkam kiy olaman-da. Sardordan olaman. Meni eng asam buzayotgan narsa nimaga Maqsud bunaqa qildi? Endi qiz sachog'im ham yo'q edi. Men o'yladimki, Maqsud bilan birga Sardorni qiynayman deb. Bular meni qiynashyapti. Lekin men hozir mana shu tartibga qurib olaman-da. Bundan qasos olaman. Sizlar prosta kutinglar bo'ldi. Revansh bo'ladi. Va men qurinib olib, ulardan qasos olishga qaror qildim. Ana ishkardi. Qanaqa pul topasiz bo'ladi o'rtoqlar. Nima bo'ldi? Pops, manda pult. Sardorchik, bo'g'zi. Brad, yaxshimisiz? Ana, qilishim. Boshqa ketyapti. Pauza qo'y. O'rtoqlar, bo'ldi bu yog'i. Sardorchik. Hali ertangi kuningni o'ylay, iltimos. Bu men bilan nima qilardi? Bilmasdan, ha? Yer yoqqa olib qo'yamiz. Hech tuxumga kallangiz urilganmi? Yo'q. Menimcha urilmaydi ham. Stop. Va o'rtoqlar, men o'sha tuxum olib keldim. Sen hozirgina men bilan eding-ku. Sen o'zingni o'chir. Chunki indamasam hozir Maqsuddan o'zing chiqib qoladi. Kallangiz tuxum urib yoraversa nima bo'ladi? Ma'mul o'ynab shunaqa bo'ladi. Hozir. Mana kirib bo'lmasin. Qo'y.
Pult menda. Xohlaganimni qilaman, o'rtoqlar. Pult menda. Mana. Prosta mana. Hop. Yoqarmikan? Mana shunaqa shoqot shunaqa bo'ladi o'rtoqlar. Qamayli, senga pauzadan chiqish, xohlaganingni qil, xohlaganingni gapir, lekin maslahatim basharingni yuvol. Biz esa ketdik. Ya'ni endi mazza qo'yamiz. Sen yo'qol, sana bor. Bilaman hozir sana men bilan nimadir qilasan. Ikkalanglar boringlar. Yuzimni hali ko'rganim yo'q, lekin tuxum bo'lib yotganini bilaman. Chunki hidini sezonman. Men esa prosta tepada yashinib o'tiraman. O'rtoqlar, men ancha ko'tarish qildim bilaman. Ya'ni ana endi bu 100 foiz mendan alamini olmoqchi bo'ladi, lekin meni qo'limda pult bor va hammasi meni qo'limda. Agar aqldan qaror qilib bo'lsam, 100 foiz yutib ketaman. Mani bu ahvolga solgani uchun endi omonxonni sekin-sekin boshiga it kunini solaman. Oxirigacha ko'rsanglar, sizlar ham bilib olasizlar. Men esa qanday olib yer kovlashga tushdi. Kovla. Tezroq kovla. Hozir uni ko'rsatib qo'yaman. Basharamga rasm chizish qanaqa bo'lsin. Ovqatimni olib qo'yish qanaqa bo'lsin ko'rsatib qo'yaman. Sizlarni yaxshi ko'rgan omonxoninglar bugun masjidga qolib ketadi. Va 15 minutdan keyin mana bular yerga ko'mib qo'yishdi. Bilar. Bo'ldi. Endi seni bu yerda tashlab ketamiz. Bilmayman, qanaqa qilib chiqasan, buni bizga farqi yo'q. Mayli, sen masjidda o'lib bo'rliga yem bo'lmasligi uchun seni og'zingni ochib qo'yaman, birorta odamni chaqirarsan yordamga. Va chiqarib yubor. Va tupo chiqarib yubor. Va maxsus chiqarib yubor, jinimsan? Yo'q, chunki menga $100 berishdi. Hey! Hey! Bilen maqsud! Va o'rtoqlar ko'rib turganinglarda ustimdan prosta qo'ng'orishdi. Va albatta agarda o'rtoqlar meni qasd olib mana shu Sardor bugun yerga chiqarishni xohlasanglar, prosta 40 ming like yig'ing. 40 ming like va mana shu pauza challenge chiqadi.